Startup loyihalar tanlovini javobi chiqdi va men fail bo'ldim. Ha, bu narsani men bemalol kameraga qarab ochiqdan ochiq sizlarga ayta olaman, chunki bilasizlarmi, hech kim failurni, hech kim yutqizganini aytmaydi ijtimoiy tarmoqda. Faqat yaxshi kunini, faqat muvaffaqiyatga erishganini aytadi, lekin ungacha bo'lgan voqeani, ungacha bo'lgan yiqilishlarni hech kim aytmaydi va bu narsani qilayotgan odam birinchisi men bo'lsam kerak. Hech qachon birovni muvaffaqiyati, birovni baxtiga qarab, "Voy, men baxtsizman, men muvaffaqiyatsizman" demaylik. Chunki u odam shu paytgacha nimalarni boshdan o'tkazganini sizlar bilmaysizlar. Va bitta narsa, menga ko'pchilik yozdi, aytdi, yutqizganing uchun xafa bo'lmayapsanmi, shunaqa qilmayapsan. Come on guys. Bu prosta bitta o'yin, prosta bitta tanlov va bilasizlarmi, men o'zimga bitta narsani hayotda motto, shior qilib olganman. Bunaqa failurlar, bunaqa kichkina qadamchalar meni maqsadlarimni orqaga tortishiga, to'xtab qolishimga hech qachon rol o'ynamaydi. Men qilaman dedimmi, taqdimotimda aytgan gaplarimni men aytdim, что bu loyiham, bunda konkretniy ishlaydigan narsa, men ishlab chiqqanman ipidan ignasigacha, уже boshlab bo'lganman ham pilot rejimida birinchisini yaqin tez orada bo'ladi va bu narsa realniy yoshlarga, odamlarga foydasi tegadigan narsa va daromad keltiradigan narsa deb men o'zimga tushuntirib berdim va ularga aytdimki, bu loyiham respublikagacha yoyiladi. Ya'ni butun respublikada bu hali tarqaladi va men vazirlikkacha olib chiqaman. Ta'lim vazirligigacha olib chiqaman dedim va aytgan gaplarimni qilaman. Men aytdimmi, qilaman va bunaqa qanaqadir tanlovlarda yutqizish, tanlanmaslik, bunaqa narsalar, come on guys, it's just a game, it's just a competition and it doesn't mean that I cannot do it. Failure menga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Men bunda bu tanlov bo'lishidan oldin ham o'zi aytib ustozlarimga ham, o'rtoqlarimga ham, yutsam ham, yutqizsam ham menga farqi yo'q. Men baribir qilaman bu ishni. Ya'ni menga unaqa jakot o'ynamaydi bu narsa. Shu narsani tushuntirmoqchimanki, qilaman degan ishinglarni qilinglar. Hech kim va hech nima sizlarni maqsadingizdan to'sishga va uni qilmasligingizga sabab bo'lishi kerak emas. Bu hayotingizda bitta hero bor, bitta qahramon bor. U ham bo'lsa o'zingizlar. Sizlar qilishinglar kerak, tamom. Gazini bosinglar, to'xtamanglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.